Endi Energetika vazirligi tarkibidagi yoqilg'i energetika tarmog'ini raqamlashtirish va sun'iy intellektni joriy qilish bo'yicha yangi markaz tashkil etiladi. Ushbu markaz energetika tizimida ishlab chiqarish, uzatish, taqsimlash, yetkazish zanjiri, ko'mir, suyultirilgan gaz, mazut ta'minotini stress auditdan o'tkazib, sohani rivojlantirishni bir necha ssenariylarini ishlab chiqadi. Har bir xodimni kunlik ishini raqamlashgan algoritm orqali boshqaradigan yangi tizim qiladi. ASKUK tizimidagi ma'lumotlarni sun'iy intellektda tahlil qilib, shubhali o'zgarishlarni aniqlaydigan platformani ishga tushiradi. Energetika tizimini rivojlantirish bo'yicha qisqa va uzoq muddatli rejalarni ishlab chiqadi. Bunda faqat generatsiyani ko'paytirish emas, balki elektr va gaz hisobini yuritish, uzatish va taqsimlash tarmoqlarini yaxshilash, avariyaviy o'chish va yo'qotishlarni keskin kamaytirishga qaratilgan aniq chora-tadbirlar bo'lishi shart. Xadjayev 3 oyda tizimdagi 106 ming xodimga 10 ta asosiy KPI belgilab, sun'iy intellekt yordamida nazorat qiladigan yangi tizim yaratsin. Yangi inspeksiya rahbari 1 oyda gazni transportirovka qilish va yetkazishdagi yo'qotishlarni tanqidiy o'rganib, ularni bartaraf qilish bo'yicha aniq takliflar beradi.